Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Meni sikimoqchi bo'lishyapti, bizni zo'rlamoqchi bo'lishyapti deb Nigina qizimizni videolari tarqalib ketibdi. Hozir uyqudan tursam, endi pokiza qizimiz, aqlli qizimiz, hammasiga Niginani aybi yo'q. Hammasiga shu o'zimizda piva festivali bo'lganligi, piva festivali bo'lib o'tganligi sababchi do'stlar. Bajalloq suvchalarda sepib, bir-biriga odamlar borib ko'piklarda sepib, ichkiliklarni ichib, o'zimizdan shunday bir shoular bo'ldi. Bizda ham ko'zimiz tushib qoldi, teshik ko'z ko'radi. Hammasiga shu torat ibodatda yurayotgan sutdagi shunday qizlarimizni videolar tarqalib ketdi, qadrdonlar. Hech qanday Niginani aybi yo'q. Nigina to'g'at ibodatda yurayotgan oppoqqina sutdagina qizimiz. Endi hammasiga shu piva festivalini o'tkazgan odamlar sababchi.